qoldik. Koko tezroq bo'l. Bilyapsanmi? Ha, ketdik. Jo'xa, yugurma. 192-qishloqqa ham keldik. Bu yoqqa birinchi kelishimiz, do'stlar. Ketdik, meni oldiga kiraylikchi. Janob meni oldiga ham boraylikchi. Qalaysan, Jital, yaxshimisan? Ha, kimsan sen? Ha, men Jo'xa degan odamman. Sen tanimasang kerak meni. Ha, senlar ikkalang kimsanlar? Senlar bizni o'qlab ketishmaysanmish qilib, yo o'ldiribman. Ha, yo'q, nima deganing bu? Qani janob merdiyu. Ha, u yoqqa boraver. Ha, mayli. Ketdik, janob merdi. Ma bo'lsa kerak, janob merdiyu. Ha, Ajralib turibdi-yu, derazasi ham yo'q. Mana. Assalomu alaykum janob mer. Ha, Jo'xa, yaxshimisan? Sen Jo'xami deysan? Ha, Jo'xaman. Ha, menga seni qishlog'ingdan beri aytuvdi, keladi deb. Ha, keldik. Ha, nima ishlar bor edi? Bir ikkita ish bor ekan debsiz-ku. Ha, bir ikkita ishlar bor. Bugun davom ber, ertaga davom ettiramiz. Ha, bugun esa davom ettiraylik. Tezroq qilib ketishimiz kerak. Buni ismi Koko. Salom janob mer. Ha, Koko, yaxshimisan sen ham? Xullas, ikkalang ana bu yoqda xona tayinlab qo'yganman. Ha, shu yerga kelishib olasan. Ha, mayli. Unda nima ish qilamiz? Siz ishni ayting. Ha, unday bo'lsa, yo'llarda nima toshpulov yo'lda tekisdan chiqasan. Ana bu yerda sandiqda bor. Toshlarda olib asboblar bor. Ha, Asbab mayli. qilamizmi shunda janob mer? Ha, xuddi shunday. Ha, unda olib boshlaymiz. Olaver, Koko. Yetarlicha olsay. Uyimiz shinamgina dura, Jo'xa. Ha. Tezroq bitirsa yashab ham qolamiz, bir ikki kun bo'ldi, menga yetadi. Ketdik. Jo'xa. Kirka mayli, janob mer. olmaysanmi? Kirka oldim. Ha, ikkinchi. Assalomu alaykum sizlardan men Jo'xa va Koko. Bu Koko narsalarning bizga yangi kelgan. Buni ismi Koko va videolarda chiqib ham turadi. Koko, salomlashib qo'y meni obunachilarimga. Hammalarga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Zerikmayapsizlarmi? Конечно, zerikmaysizlar. Jo'xa videosini ko'rganlaringdan keyin. Ha, unday bo'lsa boshlariga kommentariyga yozib qo'yinglar. Koko kelishganini, qo'shilgani yaxshi bo'ptimi yo qo'shilmagani yaxshimi? Kommentariyga yozib qoldiringlar. Like va obuna bosib qo'yinglar. Biz esa boshladik videomizni. Davom ettiramiz. Video zo'r bo'ladi. Jo'xa, Koko. Adashib ketdim. Qani, qayoqdan boshlaysan sen? Menga baribir. Ketdi pastga. Aşağıdan qilib kelaver. Men bu yoqdan qilaman. Bu yoqdan qilib kelaman. Bo'lmasam boshladik, biz bu yoqdan qilamiz. Ana bitta Jital ham agrotni yig'ishtiryapti. Nima qilyapti? Kuch qilyapti, grip bo'lib qoldi shekilli. Albatta, sizlar obunachilar shuncha mehnatimizga like va obunani bosib qo'yinglar. Shu paytda yomg'ir yog'aradimi? Yomg'ir ham yog'vordi. Yuvib qolamiz-ku, axir Kokoni chaqiraychi, tilib yomolib turamiz. Koko, qayerdasan? Ha, Jo'xa. Ha, yomg'ir ham yog'voldi, panaga o't. Yuvib qolamiz-ku. Bo'lmasa ertalab janob mer shu uyda aytdimi? Ha, shuni aytdi shekilli. Shundan bo'lsa kerak. Rosa shundan. Menga motamor. Ha, mayli. Mojida uyaku. Nimaga? Mana buni qo'y. Bu sen nima qilyapsan bu yerda? Ha, men qo'riqchiman, qo'riqlab yuribman, tekshiruvchiman. Ha, tur yo'qolib chiqib ket bu yerdan. Ha, mayli, hozir chiqib ketaman. Hozir bir tekshirib olay, qarab turib. Ha, mayli. Qo'riqchi ham tekshirib chiqib ketdi va biz hozircha yotib turamiz, keyin davom ettiramiz. Menda notebook bor ekan, Jo'xa. Ha, senga ekanda notebook, senga nasib qilgan ekan. Uyimizda ichida ovqat yo'q ekanmi? Yo'q ekan, asboblar bor ekan.
Yo'q ekan sen tarafda? Yo'q. Ha, mayli, hozir qornimiz yo'q ela. Steak bo'lgan mayli. Yomg'ir ham quyyapti. Mayit qora mazali, hamma yo'g'i bilan. Ha. Qancha bunachilar sizlar birdan 10gacha baho beringlar. Uy chiroylimi yoki bizni o'zimizni uy chiroylimi deb. Kommentariy yozib yuboringlar, birdan 10gacha baho bering. Shunday bo'lsa davom etamiz biz. Yomg'ir ham tinmadi, sal bo'lsa ham pasayib qoldi. Koko olmasam davom ettiraveramiz. Yomg'irda Ha, ham. mayli. Hali nima bo'lib qopti? Uyumaymiz. Lekin erta qilishga erinayotgandim. Yaxshi bo'ldi. Ha, mayli, sen aşağıdan qilaverman, ketdim ya. Mana bu qishloqning uyi chuqurda qolib ketibdi-ku, axir. Men lapak ham olmabman-da. Qishloqlar, jitellar ham yuribdi-ku, axir. Qo'limda buzaveraman. Mana bu yerlarni ham buzaman. Bir qator buzib chiqishim kerak. Bu yo'llarni ham buzaman. Unday bo'lsa men boshladim, u ham boshladi. Kechasi ham tushib qoldi. Yomg'ir hali ham to'xtagan yo'q va biz ishimizni davom ettiryapmiz. Shuncha mehnatimizga like va obunani bosib qo'yinglar do'stlar. Ozgincha qoldi. Koko ham yo'da qilyapti, yomg'ir yog'yapti. Tun ham tushib qoldi. Janob uxlab qolmadimi ekan? Shuncha qilganlarimizni ko'rish kerak. Aytib qo'ysak bo'ldi bizni ishimiz. Mana bu yo'llarni qilamiz. Ozgincha qoldi. Mana bunday qilamiz. Yo'lda daraxt огородlar bor ekan. Uni bu yergacha qolibdi. Ozgincha qoldi, shuncha mehnat qilyapmiz, kechasi bilan qilyapmiz. Yo'llarga ham bir 10gacha baho beraverasizlar, albatta kommentariy. Koko nima bo'ldi ekan, qilyaptimikin? Bitta o'zi keladi. Qilaveraymi? Hali bu yoqda yashaydigan bo'lsaylik, огородlarni ham qilishimiz kerak. Lola bilan bosib ko'chiramiz, hamma yo'lni qilamiz. Shuncha mehnatimizga. Mana bu yo'llar ham qo'ygan ekan. Jitellar ham hech qayerga qaramay qo'ygan. Ularni bu hech kim qiladigan odam yo'qmi desalaring, qiladigan odamlar bo'lgan, lekin hozir esa ular yo'q, qishloqdan ketib qolgan boshqa. Shuning uchun qolmagan va bizni meriga qayrilgan. Biz nima? Bu nimani mer? 192-qishloqni. Shuning uchun bizni chaqirtirgan. Mer menga shaqqa chaqiryapti, sen borib qolib kel degan menga. Shuning uchun men keldim bu yoqqa va Koko keldi. Yaxshi uy ham berdi. Shunisi ham yaxshi bo'ldi bizga.
Ha Koko. Bitta dedingmi? Ha bo'lay deb qoldim. Sen bitdingmi? Ha, mayog'lar bitdimi? Ha bitay deb qoldi deyarli. Mana bu yerga qo'yib qo'ysak. Bunaqasi yo'l bor ekan, bu yoqqa qo'ymanglar dedi janob mer. Ho, agar o'tni oldigacha qo'ysa yetadi, bu yog'i zarilmas ekan. Keyinchalik uy tushsa, shunday qilinar ekan. Ha, sen chop ber. Uzr. Bu yo'llarni buzma. Qovur bir yo'li. Ha, mayli, unaqa qo'yamiz. Janob merga aytib qo'yaveramiz. Soliqlar qanday to'lanish? Shu yerga yashashga. Janob merdan so'rash kerak. Poliz ham yo'q ekan bizga. Polis janob merdan so'rashimiz kerak, qilishga ruxsat olish kerak. Bu yo'llarda tekshiruvchi odamlar ham bor ekan, bizda qishloqlarda bu yo'q. Bizda qishloqlarda o'zimiz tekshirib yuramiz. Janob mer aytsa. Bizni u yoqda biz endi nimamiz baland desa endi. Bu yerda yangimiz, hali ishonchi yo'q. To'g'ri aytasan. Bu yoqqacham qil, uch qo'lga qarab qilma, bu yog'ini to'lg'izib chiqiladi. Bo'ldi, ketdik. Mana qilib ham bo'ldik. Endi esa janob merning oldiga borib bergan narsalarini solamiz. Mana daraxt. Koko, qayerda qolding? Ketyapman. Kelaver. Uylashamiz. Janob mer uxlab qolmadimikin? Uxlamasa kerak, ketgandim. Mana bu yerni bunday mana bu yerlarga qo'yishimiz kerak edi. Tong otyapti. Tong ham otyaptimi? Kechasi bilan qilib chiqibdi. Mana qora burchagini ham buzib qo'y taylariga. Mana bu yoqqa ham qilib qo'y. Senda yo'q qolmadimi? Yo'q, qolmabdi. Hammasini to'liq chiqdi. Topparasa yet. Kunduzi ham tushdi, chiytalar ham chiqa boshladi. Biz rosa uyqum keldi, ko'zlarim yumilib ketyapti. Koko. Yur, janob mer yoniga. Hozir janob mer ham turgandir. Bu yoqqacha. Yomg'ir hali ham tinmadi. Uxlaverish kerak edi, balki tinib qolar edi. Qanaqa tuna xos qilmadi? Qanday gapirganini tushunmay qoldim. Ketdik, janob merning oldiga kiradikchi. Janob mer bormikanmi? Janob mer bor ekan. Xayrli tong. Biz qilib bo'ldik kechasi bilan qilib. Qilishib oldingmi? Qilib bo'ldik. Kechasi bilan yomg'irda uyib ketdi, kiyimlarimiz ham. Uyqumiz rosa kelyapti. Zo'rg'a bitirdik kechasi bilan qilib. Koko, ikkalang ham uyib qolishibsan. Mayli, narsalar bu yoqqa qo'yib, bu yoqda senlarga bir stak olishaverasiz, zizburut olishaverasan. Janob mer, qanday biz soliq to'laymiz? Soliqda esa o'zingga bir o'zim aytberaman, qayerga qilishib soliq to'kishaverasan menga. Mayli. Mana bu yerga narsalarni qo'yib qo'yaveraylik. Qo'yishaver. Mayli, hozir qo'yib qo'yamiz. Hamma oshib qolgan narsalarni qo'yib qo'y. Jo'xa, kirka bilan lapata ol. Nimaga? Оборот qilamiz-ku. Mayli. Adashib ketdim. O'zim. Bo'p turadi. Mayli, janob mer, oldingmi bir stak? Yo'q, ikkovimizga bir stak yetadi dedi-yu, ikkovimga bir stak dedi. Oldingmi sen deyapti? Yo'q, sen olsang bo'ldi. Mana bu 32 dan solib qo'yamiz va mana bu yerda bir stakni olamiz. Bo'pti, janob mer.
bitta kirka oldik rozi bo'lasiz. Ha, mayli, olaver. Bo'pti, mayli, uxlashsanglar olmasam. Jo'xon, Ha, bo'pti. Uzr jonim. Ha, bora qol. Jo'xon, menda bayram bo'lyapti. Yehe. Nima qilishyapti jitellar? Ha, o'zlarini ishga dursa ketdik. Biz esa Biz uxlaylik qayerdan endi. qilamiz aka? Metdan ko'rsa yaxshi bo'larmidi? Chiqib Nimani? eli. Nimani qilamiz? Polizni. Ha, janob mer o'zi aytar ekan, unday bo'lsa videomizni ham yakunlaymiz. Sizlar bilan biz Koko va Jo'xa bo'ldik. Keyingi videolar chiqishini xohlasangiz like va obuna bosib qo'yinglar. 30 ta likedan keyin keyingi video chiqadi. Ha, 30 ta like yetadimi, Koko? Ha, Ha, 30 ta like. Bo'ladi. ha, 35 ta qo'rsa ham mayli. ha, qo'rsalaring ham mayli. Ha, bo'lmasam keyingi qismlar ham chiqadi. Sizlar like'larni bosib tursalaringina chiqamiz. 30 taga yetmasdan ham chiqaraveramiz biz. Like va podpiskani bosish esdan chiqmasin. Hammaga xayr, bo'lmasam.